Bismillahirrahmanirrahim. Ixlos bilan amal qilgan banda, riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib, murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaridim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi, "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nari-veri qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir-qish qilib, sementni aralashtirib, cho'loq qilib fundamentni qo'ydi. Devorda qing'ir-qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkicha, egasidan yetkicha degan qabilda qildi. Nari-veri uyni epladida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. 1 yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmadim? Nimaga puxta qilib qilmadim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun. Xayr ehson qilayotganimiz o'zimiz uchun. Zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun. Ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amalingni.